Xotan inqilobi, inqilobning kelib chiqishi. 20-asrning boshlarida Sharq Turkiston hech bir zamonaviy qatnash va xabarlashish vositalariga ega bo'lolmay, tashlab etilgan bir holatda Manju imperatorligining mustamlikasi edi. Uning ustiga markazga ig'izidala tava bo'lgan chinliq amaldorlar Sharq Turkiston xalqini zamonaviy ma'rif va tarbiyadan mahrum holda o'ttir asrning qorong'uligida yashatmoqda edi. O'ng va so'lni farq etaligidek bo'lgan chig'imdan tortib, chinliq amaldorlarning Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan zulm va haqsizliklarni va xalqimning xo'rinlayotganini ko'rib, ko'p ichinmoqda edim. Bularning ta'siridan nurg'un kechalarda uyqusiz va vasvasalar bilan tong otqizatdim. Yeshim kichik, aqlim yetishmagan, tajribasiz va moddiy jihatdan yo'qsul edim. Dardimni anlatadigan kishi yo'q edi. Qisqasi 15 yoshimdan tortib chin zulmga qarshi nafrat his, millatim va vatanimning holiga qayg'urish ko'nglimda cho'nqur o'rin olgan edi. Bu hissiyotning haydakchiligi ostida millatimning tarixini o'rganish, dunyo millatlarining qadimiy va zamonaviy tarixini tadqiq qilish zo'qi ko'nglimda kundan kunga quvvatlamoqda edi. Afsuski, muhitimda menga bu sohada tarbiya beradigan kishilar yo'qdi. Mana bu holatda madrasadagi o'qishimni davom qildim. 22 yoshimda o'qishni tugatdim. Mudarris bo'ldim. Bu vazifamda asta-asta taraqqiy qildim. O'quvchilarimmo xili ko'paydi. Shuning bilan o'quvchilarimning, do'stlarimning va xalq ommasining muhabbatini va ixlosini o'zimga jalb qiladigan diniy va ijtimoiy ishlar bilan shug'ullanib, bu jihatda xili yaxshi natija qozondim. Madrasadagi taliblarimdan xili ko'p kishini tarbiyalab, bularning vatan va millat uchun bir harakat qilish fikrimga qo'shildiganliklarini umid qila oladigan holga keldim. Lekin yurtning vaziyati, millatning ruhi holati va dushmanning kuchi haqida yetarli ma'lumotim yo'qdi. Bu ma'lumotlarga ega bo'lish uchun butun yurtimni aylanib chiqish maqsadi bilan 1930-yili mashhur tatar olimlaridan cho'chakda o'ltirishliq Shayx Muhammad Murad, ya'ni Ramzi afandining qishig'a hadis va tafsir bilimlaridan dars ilish uchun boraman deb Xotandan yo'lga chiqdim. Kucha, Korla, Turpan, Urumchi, Cho'chak, Ili, Aqsu va oradagi shaharlarni 6 oy sayohat qilib Xotanga qaytib keldim. Bu sayohatim asnosida yurtning vaziyati, millatning ruhiy holati va dushmanning kuchi to'g'risida qanoatlanarlikdek ma'lumotlarni qo'lga keltirdim. Irodamni kuchlandi. Ko'p joylarda bilimlik, sadoqatlik, astoydil vatanparvar va millatparvar kishilar bilan uchrashdim. Ularning yuraklari dard bilan to'lgan ekan. Afsuski, amaliy bir harakatga hozir bo'lmaganligi yoki bir milliy inqilobga rahbarlik qila oladigan bir kishining bor yo'qligini aniqlay olmaganligim uchun birisi bilan ochiq bir shaklda fikr almashtirishim mumkin bo'lmadi. Faqat G'oljida Sobit Damolla hojimning bir milliy inqilob uchun faoliyatga kirishish fikrida ekanligini bildim. Menmo maqsadimni Sobit Damollamga ochdim. Bir qancha kecha suhbatlashdik. Hozirgi ahvolda yurt va xalqimizning ozodligi uchun qurolliq bir milliy inqilob qo'zg'ashdan boshqa chora qolmaganligi haqida bir fikrga keldik. Inqilob Xotandan boshlansa uyg'un bo'ladi deb qaror qilishdik. Ikkimizning fikricha Jinshurun yoki Chin markaziy hukumatdan qo'rqishning keragi yo'qdi. Faqat Sovet ittifoqining inqilobga aralashib qilishidan andish qilish kerak edi. Sobit Damolla hojim haj farzini ado qilish, ba'zi islom mamlakatlarini sayohat qilish va bu arada milliy ozodlik ko'rishimizga munosabatlik xalqaro siyosatni tadqiq qilish niyati bilan 1931-yili Rossiya orqali yo'lga chiqdi. Men
Bu sayohatim natijasida tövəndəki ikki məsələni aniqlab aldım. Birinci, hammadan burun maxsus askari mohiyatda bir maxfiy tashkilot qurib chiqib, düşman xabardor bo'lib qolishidan ilgari kuch to'plab olib, bu yo'l bilan butun Sharq Turkistonda xalqimizni inqilobga hozirlash uchun tashviqot elib berish. Ikkinchi, inqilobning markazi Xotanda bo'lish. Chunki jo'grafiyalik alohidligi va xalqning ruhiy holati jihatda bu viloyatni hammadan uyg'unroq ko'rdim. Lekin oldimdagi eng qiyin masala xalqning qurolsiz bo'lishi va yurtimning jo'grafiyalik vaziyatining qo'rallanish uchun qulay emasligi edi. Bu qiyinchilikni hal qilishning eng yaxshi chorasi yurtning har yerida inqilobning qo'zg'alib, dushman kuchlarining parchalanishi deb o'ylagan edim. Buning uchun yana bir qatim sayohatga chiqishim kerak edi. Balki yana bir qancha qatimliq sayohatni ko'z oldimga keltirib, xiyol qilish bilan 1,5 yil o'tib ketdi. Sirim yana burunqidek ichimda qoldi. Shundaq bir vaziyatda Qumul inqilobi qo'zg'aldi. 6 shahar taraflariga inqilob xabarlari ancha muncha kelgili boshladi. 1932-yili butun dushman qo'shinining Qumulga yiqinlanganligi va boshqa joylarga yo'tkigidek zapas dushman kuchi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Buning bilan ko'z oldimdagi yuqorqi qiyinchilik bir oz yengillashdi. Bu vaziyatda 6 shaharning muhim yerlarida tashkilot qurib chiqish yetarlik bo'ladi deb o'yladim. Buning uchun o'zim o'ylab yurgan askari mohiyatda bir tashkilot qurib chiqishni qaror qildim va Hijriya 1351-yili Jamadiyil Avzalning 15-kuni, milodiy 1932-yili 9-oyning 16-kuni kechasi bu fikrimni inim Nur Ahmadga aytdim. U favqulodda hayajon bilan bu fikrimni qo'lladi. Tashkilotimning birinchi a'zosi inim Nur Ahmad bo'ldi. Shu kundan boshlab birdan, ikkidan a'zo to'plashga boshladik va bir oy ichida a'zolarimiz 50 dan oshgan bir maxfiy tashkilot qurib chiqdik. Qisqa bir muddat ichida yetarlik sonda a'zoga ega bo'lishimning mumkin ekanligi ma'lum bo'ldi. Qashqar va Yarkandimi tashkilot qurish fikri tug'ildi. Hammamiz Qashqarda tashkilot qurib chiqishimiz o'ng'ay bo'ladi deb xiyol qilib, inim Nur Ahmadni Qashqarga avatdik. Keyincha a'zolarimizdan qurbonlarni avatdik. Bu ikkisi burun Qashqarda bir mazgil o'qigan edi. Bularning Qashqar madrasalaridagi taliblar bilan aloqasi bor. Taliblardan a'zo to'plash o'ng'ay degan xiyol bilan ularni tanlagan edik. Bularga undan boshqa yana Qashqardagi Chin askarining soni, kuchini va boshqa munosabatlik ahvollarini tekshirib kelishni topshirgan edik. Ular Qashqarda tashkilot qurishga muvaffaq bo'la olmadi. Boshqa vazifalarni yaxshi o'rindab, inqilobga ulgurib Xotanga qaytib keldi. Xotandagi a'zolarning eng muhim faoliyati mumkin qadar ko'p qurol va pul to'plash edi. Uningdan boshqa maxfiy faoliyatlarimiz taqdirga loyiq darajada davom qilmoqda edi. 6 oy davom qilgan maxfiy faoliyatlarimiz natijasida Qaraqoshning butun yez kentlarida har qatlam xalq ichidan a'zo to'plandi va har a'zo o'ziga loyiq vazifaga tayin qilindi. Ilchi atrofidanmi xeyli ko'p kishilar tashkilotimizga qatildi. Dushmanning butun harakat va maxfiy ahvollaridanmi har kun xabar elib tura oladigan bo'ldik. Bu mazgil ichida dushmanning faoliyatlarimizdan hech xabar bo'lmadi. Shundoq qilib Shavvol oyi, ya'ni 10-oygacha a'zolarimizning soni va qurolimiz Xotan viloyatidagi Chin quvvatlarnikiga tanglashdi. Şaban, ya'ni 11-oyda Sabit Damolla hojim Saudiya Arabiston, Turkiya, Misr va Hindiston sayohatidan qaytib Xotanga keldi. Sayohat xotiralarini va ta'sirotlarini anglatdi.
Misr, Saudi va Arabiston va Hindistonda ba'zi siyosiy kishilar bilan ko'rishganligini so'zlab berib, Sharq Turkistonda bir milliy inqilob qo'zg'alsa, qo'shni davlatlarning mudofaa qilish ehtimolining oz ekanligini aytdi. Shundaqla xalqaro jamoatchiligi qonunlarga qaraganda bir yurtning ichki ishlariga aralashish to'g'ri emasligini so'zlab, G'uljida ko'rishgan chig'imizdagi maslahatimiz bo'yicha Xotanda bir milliy inqilob tashkiloti qurish maqsadida Udul Xotanga kelganligini aytdi. Ertasi men Sabit Damolla hojimga tashkilotimiz haqida va maxfiyatligimiz haqida tafsiliy ma'lumot berdim. Damolla hojim bularni anglab bak xursand bo'ldi va bu tashkilotga a'zo bo'lishni talab qildi. Men tashkilotimizning majlisini chaqirdim va Sabit Damolla hojimning talabini o'ttirib qo'ydim. Bütün a'zolar Sabit Damolla hojimning Xotan Milliy inqilob tashkilotiga a'zolikqa ilinishni ma'qulladi. Sabit Damolla hojim Ramazon oyi munosabati bilan Qur'ondan dars qilish asnosida Qur'onning jihad to'g'risidagi oyatlarini keng tasha tafsir qilib, umumiy xalq ichida intayin cho'nqur bir tashviqot xizmatini ustiga oldi. Bu tashviqot xizmatining xalq ichidagi ta'siri bek yaxshi bo'lib, a'zo to'plash vazifamizga cho'ng yordamchi bo'ldi. Ramazon oyining oxirida tashkilotimizga yana bir muhim kishi qatildi. Bu kishi Xotanda eng cho'ng diniy va milliy nupusga ega bo'lgan Muhammad Niyaz Alam Axunum edi. Buning bilan bir oy ichida inqilobiy tashkilotimizga qatnashganlarning soni nihoyatda tez ko'paydi. A'zolarimizning hammasi qurolliq bo'lmasimi, 20% miltiq, qoldisi, qilich va nayzi bilan qurollandi. Hijriya 1351-yili Shavvol oyining 5-kuni payshanba, ya'ni milodi 1933-yili 2-oyning 1-kuni tashkilot a'zolarining 18 kishilik vakillar majlisi ochildi. Majlisda Muhammad Niyaz Alam Axunumni hukmdor saylab, hammamiz uningga bay'at qildik. Sabit Damolla hojim hukmdorning maslahatchisi, ma'arif, adliya va diniy ishlarga mas'ul qilindi. Men harbiy ishlarga mas'ul bo'ldim. Payshanba kuni urush boshlashga qaror qilindi. Qarqash va ilchi hukumat idoralari ichidagi muxbirlarimiz dushanba kuni hukumat bizning harakatimizni sezib qolganligini va bizni tutish uchun Xotandagi askarlarni yetarlik emas deb Gumidagi askarlarni chaqirdiganligini xabar qildi. Gumidan keladigan askarlarning payshanba kuni yetib kelishi ehtimoli bor edi. Bu xabarni ilib yaqindagi a'zolarga darhol to'planishni uqtirib, payshanba kuni Qarqashga hujum qilish qarorimizni o'zgartib, 17-Shavvol, ya'ni 1351-yili dushanba kuni, ya'ni milodi 1933-yili 2-oyning 13-kuni Sham soat 10da hujum boshlashga qaror qildik. Yuqorqi qarorimiz bo'yicha Qarqashga hujum qilish vaqti yetib keldi. Lekin hujum boshlash soatiga qadar aron 68 kishi to'plandi. Quvvatimizning ozligiga qarab, qarorimizni o'zgartmasdan sahar soat 5da hujum qilishga buyruq qildim. Dushman xabarsiz holda yotganlikdan urush yarim soat davom qildi. Shanjang, ya'ni Chinliq hokim, boshliq 36 Chinliq o'ldirildi va 12si elchiga qaytdi. Qolganlari asir elindi. Sham vaqtigacha shahar tamoman tinchib bo'ldi. Qarqashning patih bo'lganligini anglagan shahar ichi va atrofdan qo'liga palta, katman va tomoq ko'tirishib kelgan xalqning soni shu kuni oqshomgacha 10 mingga yetdi. Kech soat 10da 1000 dak kishini Qarqash daryo bo'yiga yo'llab, elchidan keladigan yo'lni kuzatishga boshladik. Yana 1000 dak kishini cho'ng inim Abdulla Axun va tashkilot a'zolarimizdan Ismoil Damollam boshchiligida Zavoga yo'llab, Gumidan keladigan dushmanning yo'lini to'sishga buyurdim. Ertasi kun Qarqashning tartib va intizom ishlarini va boshqa ishlarini radga silish bilan o'tdi. Oqshimi Qarqash daryo bo'yidagi qismlarga
ilchiga qarab yurishga buyruq qildik. Zavodagi hujumchilar gumidan kelayotgan Çin askarlariga xabarsiz yotgan paytda hujum qilamiz deb ilgirlagan bo'lsa-mu, dushman g'ofil emasdi. Kechalab yurib piyolmada yo'shirinib yotgan dushman xabarsiz yaqinlashgan mujohidlarni tuyuqsiz o'q tutib, nurg'un kishini shahid qildi. Quvvatlarimiz parakanda bo'lib orqaga chekindi. Dushman orqadan qo'g'lab keldi. O'rtadagi 23 kilometrlik cho'lda yana 200 ga yaqin mujohid shahid bo'ldi. Mujohidlar Qum, Robat va Tarbug'a degan joylarga chekinib mudofaada turdi. Tushdan keyin soat 4 atrofida dushman yetib kelib, qattiq urush boshlandi. Ba'zi istiqomlar dushmanning qo'liga o'tib ketdi. Lekin kashda mujohidlar qaytarma hujumga o'tib, dushmanni qattiq mag'lub qilib qochirdi. Kecha qorong'ulikda va cho'lning yomon yo'llarida dushmanning orqasidan qo'g'limadi. Çin askarlari shu qochqinicha Gumga ketdi. Payshanba kuni ilchiga yurgan qismlarimiz shaharga 1 mil uzoqlikdagi Oqtoshga borganda shahardan bir bo'lak Çin askarlari chiqdi va urush boshlandi. Mujohidlar mag'lub bo'lib orqaga chekingan bo'lsa-mu, Çin askarlari ularni qo'g'lamay shaharga qaytib kirib ketdi. Shuning bilan dushmanning kuchini sinab, xotirjam bo'ldik. Elchini muhosara qilish va Qashqardan kelish ehtimoli bo'lgan dushman qismining oldini to'sash hozirligini boshlavatdik. Shavvolning 5-chi, ya'ni seshanba kuni elchiga 2 qo'l bilan yurish boshlandi. Biz shaharga hujum qilmay, Qashqardan keladigan dushman qo'shinining ahvoli aniqlanib bo'lgacha elchini shu vaziyatda uzoqdan muhosirada tutib turishni qaror qildik. Men Zavoga chiqib, Qashqardan keladigan xabarni kutib, u yerda askar to'plashga boshladim. Chorshanba kuni Qashqardan asosliq bir qo'shin kelmaganligi va Yarkentning bu tarafda dushman askari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Shuning bilan cho'ng inim Abdulla Axunni elchi oldingi sap qo'mondoni qilib, elchi shaharni muhosir qilishga avatdik. Juma kuni qismlarimiz shaharning shimoliy va g'arbiy tarafiga kelib sap tortdi. Tushdan keyin soat 1 da Çin askarlari sepildan chiqib 2 to'p bilan shimoldagi sapga hujum qildi. Shuning bilan urush boshlandi. 3 soat davom qilgan urushdan keyin mujohidlar Çinlik askarlarini qo'rshovga oldi. Qo'mondan boshliq Çin askarining ko'p qismi o'ldi. Qolgan az qismi qochib, yangi shaharga kirib oldi. Toplar va dushmanning boshqa qurollari mujohidlar tarafidan o'lja elindi. Mujohidlar dushmanning orqasidan qo'g'lab, Koni shaharni tamoman qo'lga tushirdi. Bu g'alaba xabarini anglab, ertasi saharda elchiga keldim va yangi shaharning muhosir ishini qo'limga oldim. Zava oldingi sapga orqa-orqadan 2 kishini qo'mondan qilib avatgan bo'lsaqmi, yetishalmadi. Shuning uchun kichik inim Nur Ahmad Axunni Zava oldingi sapga qo'mondan qilib avatdim. Xotan yangi shahar 4 atrofdan qorshov qilingan, muhosirlar orqali kuchlantirilgan edi. 10-Zulqa'dagacha urush davom qilib, oxiri dushman bilan sulh qilish to'g'risida aloqa boshlandi. 17-Zulqa'da parshanba kuni biz tarafdan bir hay'at sepil ichiga avatildi va kelishim hosil qilindi. Ertasi dushman qo'mondoni oldimga chiqib, butun qurol yaroq, ot va hukumat xazinasini topshirib taslim bo'lish sharti bilan ularning jini va meliga tegmaslik va xohlagan dushman musulmon bo'lish degan moddalarni o'z ichiga olgan kelishimiga imzo qo'ydi. Ertasi qurol va xazina topshirib elindi. Çinliklar bir tarafdan o'limalarning oldida kelib musulmon bo'lishga boshladi. Bu vaqtda burunqi Xotan valisi Yan Dotayning boshchiligida Qashqar, Yarkent, Qo'g'liq,
Gumidan zo'r bir Çin qo'shinining to'planganligi va Gumidan Xotanga qarab yo'lga chiqqanligi haqida xabar keldi. Xotanda qo'lga tushirilgan miltiq va o'q dorini mujohidlarga tarqitib 650 kishilik bir quvvatni Mövlevi Subhatullah qo'mondonligida darhol Zovaga yo'lladik. Zova oldingi sab qo'mondoni Nur Ahmad Axun urush maydonida bo'lishimni iltimos qildi. Shuning uchun men ertasi Zovaga keldim. Bu chaqda dushman qum robotdagi qarovul qismlarimiz bilan urushga kirishgan ekan. Men darhol qum robotga keldim. Kech soat 5 gacha shiddatlik urush davom qildi va oxiri dushman qochqili boshladi. Atliq qismlarimiz dushmanning orqasidan qo'g'lab oqlangagacha berib, kech qorong'ulikda ilgirlayolmay qaytib keldi. Butun qismlarimizni Tarbuga bozorga to'pladim. Shuning bilan Qashqardan keladigan dushman hujumidan xotirjam bo'ldik. Hujumga o'tish navbati bizga kelgan edi. Bu arada Xotan viloyatining sharqi nahiyalaridagi xalq o'zligidan qo'zg'alib, Chiriya va Kiriya shaharlarini fatih qilib, Xotan hukumatiga bayat qildi. Bizning u yerlarga askar avatishimizning hojat qolmadi. Qum Boran urushida mag'lub bo'lib qochgan Yan Dotay bilan askarlari Gumiga yetib kelishdan ilgari Gumida Xotan inqilobchilari Chin askarlarini butunlay o'ldirib tugitib demish degan so'z tarqalibdi. Bu xabar bilan hayajonga kelgan Gumi xalqi qo'zg'alib, bir kechida shaharga hujum qilib, shaharni qo'liga oladi. 3-kuni Yan Dotay askarlari bilan qochib Gumiga kelgan. Buni ko'rgan xalq heliqi xabarning to'g'ri emasligini uqib, shaharni tashlab qochdi. Dushman shaharda qolgan xalqni qirg'in qilib, 150 kishini o'ldirib, bulang-talang qildi va shaharga o't qo'yibdi. Shu chaqda Qashqardan Yan Dotayning yordamiga avatilgan qirg'iz to'pchi qism askarlari u yerdan Gumiga yurdi. Bu qism shahardan ketgandan keyin qog'liq xalq qo'zg'alib, shaharni qo'liga oldi. Qirg'iz askarlarining oqisidan qo'g'lab, ularga 5 eriqda qattiq zarba berib, mag'lub qildi. Askarlar asir elindi va butun to'p va o'q dorilar mujohidlarning qo'liga tushdi. Buni anglagan Yan Dotay qattiq aloqazada bo'lib ketdi. Uning qechishidan boshqa chorasi qolmadi. Gumidagi askarlarini va chinliqlarni elib, tog' yo'li bilan Yarkentga qochdi. Yo'l ustida xalq uning oldini to'sib, hujum qilib, og'ir ziyonga uchratdi. Yan Dotaymu oldiga uchirganni o'ldirib, kentlarga o't qo'yib, ming tasdiqda Yarkentga yetib bora oldi. Gumi fojiasini anglab, 1933-yili 3-oyning 28-kuni Nur Ahmad Axun va Subhatullah Mövlevini 2000 kishilik qo'shin bilan Gumi va Qog'liqdagi mujohidlarning yordamiga avatdik. Bular yetib borguncha Yan Dotay Yarkentga kelgan ekan. Qashqardan uningga yordam uchun xeyli ko'p askar kelib, Yarkentda zo'r bir dushman qo'shini to'plangan. Quvvatlarimiz Qurban het kuni Qog'liqqa bordi. Bu asnoda Poskam xalqi qo'zg'alib, shaharni fatih qilib, Qog'liq mujohidlar bilan birlikda Yarkent daryosi bo'yiga to'plangan edi. Nur Muhammad Axun o'zi bir qism askarlari bilan Qog'liqda qilib, Mövlevi Subhatullah qo'mondonligida Yarkentga askar yo'lladi. Bular Yarkent shaharini o'ngayla olgan bo'lsa-mu, yangi shaharni elish uchun qattiq urush bo'ldi. Bu urushda Mövlevi Subhatullah shahid bo'ldi. Lekin mujohidlar texmi g'ayratga kelib, dushmanni chekindirdi. Mag'lub bo'lgan dushman yangi shahar sepiliga kirib oldi. Nur Ahmad Axun buni anglab, darhol Qog'liqdan Yarkentga yurish qilib, yangi shaharni muhosirga oldi. Yarkentga yordam qo'shini avatib bo'lgandan keyin elchi shaharni poytaxt qilishni qaror qildik. Hijriya
1350 yılı Zulhajjining 5 kuni, ya'ni milodi 1933 yılı 4 ayning 11 kuni İnqilab tashkilotining markazi Qarqashdan Xotan ilchi shaharga yo'tkab kelindi. Ertisi Xotanning kattalari yangi boshdan Muhammad Niyoz Alam Axunumga bayat qildi va uni, ya'ni Melik unvoni bilan hukmdor e'lon qildi. Ya'ni xalq ichida Melik Hazratim deb ataldi. Shuning bilan Xotan hukumati raisi qurildi. Yarkentdagi Chin quvvatlari ko'p va Yarkent yangi shahar sepili bak cho'ng va mustahkam bo'lganligi uchun Yarkentga yana yordamga qo'shin avatish lozim bo'ldi. Zulhajjining 20, ya'ni 4 oyning 26 kuni Abdulla Axunning qo'mondonligida Yarkentga yana bir miqdor askar avatdik. Yarkentning fathi Nur Muhammad Axun Yarkentga kelgandan keyin Yarkentning yangi shahar sepilidan boshqa butun shahar Xotan hukumatiga tava bo'lgan edi. Abdulla Axunning Yarkentga kelishi bilan yangi shahar muhosirasi texmi kuchaytirildi. Mening bu ikki inimga Xotan hukmdori tarafidan, ya'ni amir unvoni berildi. Xalq orasida Abdulla Axun, ya'ni amir sohib va Nur Ahmad Axun, ya'ni Shoh Mansur degan unvon bilan mashhur bo'ldi. Men bu kitobimda ularni, ya'ni amir unvonlari bilan atayman. Majisa Maralbeshiga kelganda Marolung Lanjang, ya'ni 105ni 100 ga yaqin tungan askarlari bilan ko'rinishda yordam uchun, amaliyotda bo'lsa josuslik qilish va Yarkentning o'lja g'animatlariga sherik bo'lish uchun avatgan edi. Amir Abdullah va Amir Nur Ahmad bu tunganlarni urushga qatnashtirmay, ya'ni mehmon sifatida kuzatish ostida tutib, bularni Qashqarga mong'uzmay tutib turdi. Bu chaqda Amir Abdullah Qashqarga bir hayat avatib, Temir Sijongning g'alabasini tabriklagan va odamgarchilik qilib har ishda o'zaro yordamlashib turishni aytgan ekan. Temir Sijong buni yordam talab qilish deb tushunib, Hafiz Tanjongni 300 askar bilan avatibdi. Bu ishdan Xotan hukumatining hech xabari yo'qdi. Bir tarafdan Yarkent muhosirasi uzunga so'zilib ketdi va yana bir tarafdan Qashqardagilar bilan aramizda siyosiy bir uqishmaslik paydo bo'lib qolishdan andisha qilmoqda edik. Shuning uchun mening yoki Sobit Damolla hojimning Yarkentga berishini uyg'un ko'rdik. Chunki biz Xotanda turib, Amir Abdullah, ya'ni 25 yosh va Amir Nur Ahmad 22 yoshlarning yoshlik sababidan bir kamchilik o'tkazib qolganmikin deb gumon qilgan edik. Melik, ya'ni Muhammad Niyoz Alam Axunumning tasdiqi bilan Xotan hukumati nomidan Sobit Damolla hojim bu vaziyatga tayin qilindi. Damolla hojim Safar ayining 4 kuni, ya'ni milodi 1933 yili 5 oyning 29 kuni yo'lga chiqdi. Damolla hojim Yarkentga berishdan bir kun burun Yarkentdagi chinliqlar sulh qilishni talab qilib, Xotandagi shartlarga o'xshash shartlar ostida taslim bo'lishni qabul qilib, kelishim tuzgan ekan. Sobit Damolla hojimning Yarkentga yaqinlashganlik xabarini elib, Yarkentning muhosirga mas'ul bo'lgan qo'mondonlarimizning ko'pi Damolla hojimni murosim bilan qarshi elish uchun shahar sirtiga chiqibdi. Yarkentdagi qismlarimiz qo'mondonsiz qolibdi. Biz yuqorida so'zini qilib o'tgan tunganlar bu ahvolni ko'rib darhol yorg'ilanib, yangi shahar tarafga qochibdi. Ular oldini to'sgan askarlarimizdan bir qanchisini shahid qilib, yangi shahar Sepil ichidagi chinlarning yeniga kirib oldi. Sepil ichidagi taslim bo'lmoqchi bo'lgan chinlarni ozdirib, ya'ni Qashqarda Majisa nurg'un askari bilan turvatidi. Yaqinda Yarkentga yetib kelmoqchi deb ularni sulh qilishdan voz kechirgan.
Şunun bilan yana urush boshlandi. Tungallarning kuch kiritishi bilan g'arbiy darvozadagi mujohidlarning ustiga va bir qatim Koni shaharga ushtumtut hujum qilib, ko'p chiqimga uchratdi. Lekin bu ikkala hujumda dushman mag'lub bo'lib, yana sepilga qamaldi. Muhasira bu shaklda 15 kun davom qilgandan keyin Tungallarning so'zi yolg'on chiqqanligidan Chinliqlar yana sulh qilishni talab qildi. Chinliqlar va Tungallar bütün qorallarini va xazinasini topshirish, faqat ot qamcha Qashqarga ketib olishga ruxsat qilish sharti bilan kelishim imzolandi. Shunda qilib 1933-yili 6-oyning 17-kuni Yarkan bizning qo'limizga o'tdi. Atsi Chinliqlar va Tungallarning bu kelishimga xiyonat qilib, qoral va xazinaning ko'proq qismini yoshirib olib, o'zi bilan Qashqarga ilib ketmoqchi bo'lganligi ma'lum bo'lib qoldi. Amir Abdulla bularni bilmaslikka selib, Tungan va Chinlarning sepildan chiqib Qashqarga qarab yo'lga chiqishiga ruxsat qildi. Shundaqla Temir Sijonga ahvoldan xabar berib, bularni yo'lda yo'qotadiganligini ma'lum qildi. 6-oyning 30-kuni 2000 ga yaqin Chinliq va Tungan Qashqarga qarab mangdi. Orqasidan Amir Nur Ahmad 1002 kishi bilan qo'g'lab, oq robot bilan Qizilining seyida orqasidan yetishdi. Urush boshlanib, dushmanning ko'p qismi o'ldirildi va asirga elindi. Qolganlari qochib Qizilga borganda Temir Sijon bularni to'sashqa avatgan 400 kishilik quvvat yetib kelib, dushmanni ikki tarafdan qurshab yo'qotqili boshladi. Tunganlarning qo'mondoni Marulun asirga elindi. Bu yerdan qochib qutulganlarni Yangisarda Ahmadxon Tanjong tamoman yo'qotdi. Faqat bir Tungan qochib qutulib, Qashqardagi Mojisoga voqeani bildirdi. Shuning bilan Yarkan viloyati to'liq fatih bo'lib, rasmiy Xotan hukumatiga tava bo'ldi.